Oyoqlarim ishlamas edi, qotib qolgan. Yurolmas edim. Ikki odam suyanchiq anaqasida ba'zir tushib kelganman u yoqdagi klinikasiga. Birinchi kursdan keyin yurishlarim yaxshi bo'ldi, og'riqlar qolmadi. Uchinchi kurslardan keyin og'riqlarim qolmay, o'zim bemalol yuradigan bo'lib, yaxshi nima qildim. Bu opamiz Jizzaxdan kelgan, revmatoid poliartrit kasalligi bilan nechinchi kurs olyapsiz opa? 5-kursga keldim. 5-kursga keldingiz. Uyda necha kurs oldingiz? Uyda 1 kurs oldim. Qolgan 3 kursni klinikada yotib oldim. Eski joyda. Eski joyda. Yangi joy qanday? Sharoitlar yaxshimi? Yaxshi sharoitlar. Hamma sharoit yetarli. Doktorlarimiz ham xizmatlari yaxshi, a'lo darajada. Avvalo Odiljon bilan Anvarjonga rahmat aytaman. Kelganingizda kelgan vaqtlarimda qo'lim, oyoqlarim ishlamas edi, qotib qolgan. Yurolmas edim. Ikki odam suyanchiq anaqasida ba'zir tushib kelganman u yoqdagi klinikasiga. Birinchi kursdan keyin yurishlarim yaxshi bo'ldi, og'riqlar qolmadi. Uchinchi kurslardan keyin og'riqlarim qolmay, o'zim bemalol yuradigan bo'lib, yaxshi nima qildim. Hozir endi oxirigacha yetkazib oling degan uchun 5-kursga keldim yana. bo'g'imlarda shish kamaydi-ya? Bo'g'imlarda shishlarim kamaydi. Yurish kamaydi. Qanaqa yurishlarim yaxshi bo'ldi. O'zim o'z holatimda yuraman. Poliartritdan davolanayotgan, aziyat chekayotgan kasallar sabr qilsa yaxshi bo'larmikan? Avvalo ixlos, keyin sabr qilish kerak ekan. Sabr qilmasa mana 6-7 oy bo'lyapti. 7 oydan beri sabr qilib olayapman. Allohga shukr qilaman, yaxshiman. 7 oydan beri. Opa tuzalguncha ham juda ko'p telefonda o'zida yotganda qachon tuzalaman degan savol juda ko'p berganda. Shu kasallarga aytamiz har doim sabr qilinglar. Sabr qilmasa bo'lmaydi. Endi 10 yil, 15 yildan beri ko'tarib sudrab yurgan kasalligini birdan yaxshi qilib bo'lmaydi-da. O'sha narsani ozgina sabr qilsangiz yaxshi. Revmatid tugunchalar bor edi oyoqlarimda, qo'limda suyakini mana bu yerlarida. Mana shu 3-kursda o'shalar yo'qoldi. Revmatoid tugunchalar yo'qolib ketgan. Endi turib ko'rsating-da bir endi ularga. So'z isboti bilan bo'lish kerak-ku So'z isboti bilan mana yaxshi yuraman. Allohimga shukr qilaman. Bir yangi statsionar qilganmiz. O'sha statsionarda sharoitlari qanday? Ya'ni oldingi holatdan hozirgi holatda siz uchun komfort qaysi darajada? A'lo darajada. Oldingi bilan hozirgida ancha farq bor. Oldin biz pastda nimada edik? Etaj nima, domda pastda edik. Hozir yaxshi. Anaqa sharoiti juda ham yaxshi. Issiq xonalar. Avvalo bizga masalan sovuq havo yoqmaydi. Issiq havoda yaxshi bo'ladi ko'proq kasallar. Sharoitlar ham yaxshi. Doktorlarimiz xizmatlari undan-da yaxshi. Ma'mula bilan davolayapti avvalo.